Sirdaryo Mirzacho'l qovunlari. Hali ham bor ekan. Narx-navosini hozir so'raymiz dehqondan. Dehqon bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum dehqon. Keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Ha. Charchamang. Keling mana qo'llarni yeb ko'ring. Qovunlar nech puldan aka? Ana qo'llardan biri yeb ko'ring birinchi Mirzacho'l qovunlari. Mana. Oh. Hali ham shirin bo'lsa kerak. Dahshat. Bu Qoraqalpoq qovunlari bu. Olib keling, sotyapmiz mana. Hamma qovun Sirdaryoda dedi, Qoraqalpoqda ham qovuni bormi? Ha, Sirdaryoning qovunlari endi Yangi yilgacha sotiladi, Yangi yildan keyin sotilmaydi-da, tugaydi. Endi bu olib kelib tirishlik qilyapmiz. Bu qovunlar endi qachongacha saqlanadi hali? Bu qovunlar Xudo xolasa qovun bilan qovun ulanadi-da. Yangi qovun chiqadi, ulanadi mana. Mazasi yaxshi. Yaxshi, zo'r. Shirin chiqyapti. Sal-pal dog'lari bor endi-yu. Narxi qancha hozir buni? Kilosi 20 mingdan. Qancha? 20 ming so'mdan kilosi. 15 ham qo'yib beryapmiz, 20 ham qo'yib beryapmiz. Sostenasiga qarab, holatiga qarab. Pastiyani bo'ladimi bu qovunlar? Pastiyani qovun bo'ladi, kilogramm emas, butunga bo'yda. Qishin yozini? Qishin yozin. Qachon qovun yegizimiz kelib qolsa, Qachon yegilaring kelsa, kilogramm mana. Sirdaryo qovunlari zo'r.